İntayin zor sınaqdan ötüvatqan Uyghur xalqim, hammanglarni Allohning salomı bilan salomlayman. Beşimizga kelgan bu Xitoy ofati bizning bir-birimizga texmi yaqinlashishimizga sabab bo'lishi kerak bo'lsa-mu, Uyghur diasporasining vatandagi xalqining beshiga nima kelganligi va nima bo'lishining qat'iy nazar meni chaqmagan yılan ming yashasin deb shaxsiy hayotini yashab yurgan shaxsiyatparast vijdonsizlarni chiqarib atsak, bir tarafda turgan alt surgunda hukumat, 100 dan oshgan tashkilot mustaqillik kurashga chora tepishning o'rniga bo'sh gap bilan vaqt isrof qilayotgan minglarcha to'p kabi chechilang'uliq bilan yurgizayotgan kurash, yana bir tarafdan ishimizgan bir tashkilot topolmay beshi qaymiqib qolgan yoki ba'zi ansirash va ikkilanish tufayli bu kurashga qitillanmay turayotgan ko'p sonli xalq, texmi insonni hayron qoldiradigan, hech bir haq berilmagan, insonlik sharafini oyoq osti qilib qul qiladigan Xitoy modeli avtonomiyaga rozi bo'ladigan yoki Xitoy haddidan ziyoda kuchli, bizning uniga kuchimiz yetmaydi deb umidsizlangan va ya Amerikaning uni yemirilishini kutib turayotgan nodonlardan tarkib topgan echinishlik ahvol hammamizga ayon. Tam Xitoyning orzusi bo'lgan bu ahvol davom qilaversa, Uyg'urning urug'i quriydi, vatanimiz mangu Xitoyning bo'ladi. Chunki Xitoy shu nishon qilgan siyosatini to'xtatmay yurgizyotdi. Endi bu ahvolni o'zgartmasak bo'lmaydigan nuqtaga kelganligidan o'zgartirganning chorasini tepish ham Uyg'ur ziyolilarining vazifasi bo'lib qoldi. Men Turkiyani misol qilish orqali bu haqdagi shaxsiy ko'z qarashim bilan birga taklifimni qo'yib, bu majburiyatimni ado qilish uchun bu videoni ishlab chiqardim. Turkiyaning milliy shoiri Mehmet Akif Ersoy bir misrasida mundaq degan: "Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez." Yani bir milletin içine tefrika kirmegen müddetçe düşman kiremeydi, birge atkan sır yürekler top onu sındıramaydı deydi. İşgal kuvvetlerine karşı yurt topraklarını müdafiye küreşi de bilingen ve yalnızı bizge emas, bütün müstemlikçi devletlerine mi ülgü boğan, Türkiye'nin kurtuluş ve Çanakkale soğuşunun galbi oluşunun en mühim sebebi bu milletin birlik ve inaklık içinde küreş kılganlıkıdan Allah'ın perişteler bile yardım kılganlıkı idi. Sançı köp asker ve ilgar kurallarına ege küçlük devletlerden terkip tapkan ittifak düşmenge karşı kılıngan Çanakkale soğuşunda yaşangan mucizeler Türklerinin inayeti ilahi yani ilahi merhamet bilen kazandığı değişik sebep bo'lgan. Bu so'qishning mo'jizalarga guvoh bo'lgan, so'qishdan mag'lub bo'lib vataniga qaytgan Angliya qo'mondoni Winston Churchill shuncha vala quvvat bilan qandoq mag'lub bo'ldinglar deb so'roq tortgan parlamentosiga ustalni urib turib, biz Çanakkale'da Türkler bilan emas, Alloh bilan jang qildik, albatta mag'lub bo'ldik deb javob bergan ekan. So'qishda Dardanel bo'g'azini qo'g'dash vazifasini ustiga olgan ve Türk askerlerinin kahramanlığı guvoh bo'lgan Osmanlı Mareşali German general Liman von Sanders nima uchun so'qishyapsizlar deb qo'ygan savoliga Türk askerlerinin Allah'ın rızasını kazanış uchun degan javobiga qarata Allah'ın razılığı uchun kurash qildigan bir millet mangu mavjud bo'ladi degan ekan. O jangda yaşangan mo'jizalarni o'zinglar internetdan ko'rib olasizlar. Bundaq mo'jizalarni Qur'on oyatlarida tilga ilingan Handaq va Hunayn janglarida ko'ralaymiz. Ali İmran ve Emsal qatorliq suralarda insonlarni dushmanga qarshi birlikka chaqirgan oyatlarmi ham bor. Yuqorida deb o'tgan ikki so'qishdan sirt boshqa so'qishlarg'imi bu birlikni ishga oshirib g'alaba qozondigan kuchlik va turaqliq davlatni kapolatga ega qilgan qo'mondan va lider Mustafa Kemal Atatürk kollektiv bir millatga tajovuz qilish, tarqoq millatga tajovuz qilishdak oson emas degan so'zi bilan bizga bir millatning har qanday ishidagi muvaffaqiyatining faqatla barliq milliy kuchlarning bir yo'nalishda shakllanib, millatning ittifoq, inoq va o'rtaq harakati bilan amalga oshirganligini, shakllangan milliy birlikning
buzishga, bölüşke ve parçalışga urungan düşmanni ve iqinni g'arq qildigan bir kuch bo'lib, g'albining kapolati bo'lganligini o'rgatgandan sirt, parchalanib, yimirilib ketishni keltirib chiqadigan chechalang'ulikning mustaqil bo'lgan taqdirdimi maydonga chiqadigan ziddiyat, kelishmaslik, jidal va qalamqanchilikning o davlatning tarixdagi mavjudligini isbotlayolmaydiganligini esga soladi. Shuning uchun biz oldi bilan yalnız milliy birlikdan hosil bo'ladigan kuch bilan Xitoyni mag'lub qila oladiganligimizga ishonib, mustaqillik kurashimizda asosiy ehtiyoji bo'lgan birlikni prinsip sifatida qabul qilishimiz kerak. Millatimiz va vatanimizni o'zimizdan boshqasi qutqizib qo'ymaydi. Xitoyning bizga qarshi ishlayotgan insoniyatga qarshi jinoyati va irqiy qirg'inchilikni tilga ilib ayblayotgan Amerika boshchiligidagi davlatlarga qutuldiruvchi nazar bilan qarasak xatolashimiz. Bütün tashkilot va mustaqil bir davlatga hasrat chekayotgan xalqni dast turib, o'rtaq nishon va g'oya ichida ittifoqlikni ifodalaydigan milliy birlik va barobarlik safarbarligiga chaqirman. Mevcut tashkilot liderlari shu haqiqatni qabul qilish kerak. Liderlar oldi bilan o'zlari samimiy, kangqo'soq, kamtar, inoq va fidokor bo'lishda xalqqa ulgu bo'lib, xalq bilan butunlashgan holda bir millat va ulusni maydonga chiqara oladi. Buni idrok qilib, harakat qiladigan liderlarga xalq agishidi va millatning mavjudligi va mustaqillik uchun har ishga kirishidi. Shundaqla bu nishon uchun hamma narsani fido qila oladi. Liderlar e'tirof qilsin yoki qilmasin, kechilang'ulik holda hozirgacha yurgizib kelgan kurashning kelgan natijasi kelishga tegishli nuqtaga yetolmadi. Mavjudligimizni qo'g'dab qilish uchun zamon qolmayotdi. Shuning uchun liderlarning fidokorlik qilib, kibir va boshqa savalliklarni tashlab, birlashib, xalqqa haqiqiy lider bo'lganligini ko'rsatsinki, xalqmo ularga hurmat va samimiyat bilan ergashsin, birlik hosil bo'lsin. Xolis niyat, fidokorlik va kuchli iroda bo'lsa, hamma ishga chora topiladi. Birlashish masalasiga bir formula topqili bo'ladi. Mening formulam birli hukumat tavasida zarur bo'lgan ministerlik vazifasini ijro qiladigan 5-6 tashkilotdan tarkib topgan bir siyosiy qurilma. Hukumat birga tushirish haqidagi tavsiyamni uchur orqali sizlar bilan o'rtoqlashgan edim. Tashkilot sonini azaytishning chorasini muzokara bilan ro'yobga chiqarg'ili bo'ladi. Xitoy bilan tijorat qilib, pul tepatgan va topadigan puldan ayrilib qolish andishasi tufayli Xitoydan qo'rqib, da'voga o'zi yaqin kelinmayotgan, da'vo uchun ehtiyoji bo'lgan moddiy yordam berishdimi taptatayotgan Uyg'urlar, hatto Xitoyning bu siyosati pat yaqinda bo'shaydi, biz vatanga qaytamiz deb umid kutayotgan sodda va nodon kishilar shu haqiqatni o'ylashi kerak. 2,5 asrlik ishg'ol va tortgan zulm, do'ch kelgan qatliamlar va hozirgi eng yuqori pallaga chiqqan irqiy qirg'inchilik bizga Xitoyning xarakteri va Uyg'ur millatiga bo'lgan dushmanlikda hargiz o'zgarish bo'lmaydiganligini o'rgatanmadimi? Xitoyning zulm va besimini xohlaganda kuchaytirib, xohlaganda bo'shitib yurgizayotgan siyosatiga rozi bo'lib yashash insonning sharafini o reyimsiz alvasının najis oyoqlari ostiga tashlab berib, uning quli bo'lib yashashga rozi bo'lganlikdir. O'zini qadrlaydigan, kishilik fazilatga ega inson Allohdan boshqa qul bo'lib yashashni qat'iy qabul qilolmaydi. Chunki uni qul qilib olganlar uni hayvon o'rnida ko'rdi va shuning qarta muomala qiladi. O'zi qulluq hayotiga rozi bo'lib yashayotganlar kelgusi avlodlarning o'zirdek Xitoyga talmirib qarab, ezik qul sifatida yashashni xohlamadi. Shumi bir haqiqat. Vatandagi tuqqanlarni qo'g'dash niyati bilan kurashdan o'zini tortib turayotgan Uyg'urlarning bu tushanchalari faqatla xam xiyoldan iborat. Chunki Xitoy Kompartiyasi
Uyg'urlarning yulduzini quritish qaroridan voz kechmaydigan bo'lg'achqa, vatandagilarning qirg'in qilinishi faqat zaman masalasi. Ularning qutulishining birdan bir kapolati Uyg'ur diasporasining birlik bo'lib yurgizadigan mustaqillik kurashidir. Taqvo musulmon bo'lib, Allah rızasını qazandiganligiga ishonib, ma'nosini tushunmay tutida Qur'on o'qiydigan va arabcha duo qiladigan, farzi bo'lgan birdan o'shuq haj va umra qatorliq nafil ibodatlarni ko'p qiladigan, zakat va sadaqalarni jami selish, Qur'on kursi, faqir fuqarolarga beradigan boylarning esiga shuni musib qo'yay. Ularning qilayotgan ibodatlari va xayr hasanatlarning albatta savobi bor. Allah əcirlərini yestilab bəgəy. Lekin, ulemalarımızın fətvalarına kulaq selib, Kur'an'ın mənisini ügənsə, cami seliş və Kur'an kursu içiş, o yerlərə maddi yardım qilishning mustaqil davlatga ega bo'lganlarga farz bo'lganligini, vatan ishg'ol qilinib, xalq irqiy qirg'inchilik girdobiga kirgan ahvolda yolg'iz zakat va sadaqalarni berish emas, bägüçilerning vatanning qutulushi uchun jihad sifatida bo'lgan kurashga qetilishining farz bo'lganligini tushunalaydi. Qur'onda ishg'ol qilingan vatan tuprog'ini qutuldirish va o'ldirilganlar uchun qisos elish buyrug'i bor. Umumiy xalqimga deydiganim, qo'rqmanglar, jasur bo'linglar. Xitoy qanchalik kuchlansin, ojizni ezadigan, kuchliklarni qo'rqadigan xarakterga ega bir millat. Shunchalik kuchinib ketgan bugunlardami Uyg'ur diasporasining, Uyg'ur millatining ishg'ol va ig'ir zulmga qarshi kurash qila oladigan ruh va jasorat ega ekanligini ko'rsatgan namoyish qatorliq faoliyatlari uni chutishga yetkazishga, bu harakatlarimizga to'sqinlik qilish uchun har xil tadbirlarni qo'llanayotdi. Bir kuch bo'lib harakat qiladigan bo'lsak, qanchalik cho'chiydiganligini tasavvur qilib boqayli. Xitoy Kompartiyasi Uyg'urlarga qarata ishlagan insoniyatga qarshi jinoyati va irqiy qirg'inchiligi faktlar bilan isbotlanganligidan dunyoning ishonchisini yo'qotdi. Vatani ishg'ol qilingan millatning mustaqillik kurashini hech kim nohaq deb tushunmaydi, aksincha destak berdi. Yana bir muhim masala, Xitoyga qarshi qilingan kurash uchun yuqorida deb o'tgan milliy birlik sifatiga erishgan siyosiy qurilma ostida jam bo'lib, hamma narsani fido qila oladigan xalqqa qo'shimcha armiya bo'lishi shart. Sonchi oz, aslahalar yetarsiz bo'lsa-mu, bir qurolli kuchimiz bor. Vatan va millat uchun jinimni fido qilman deb tog'-toshlar orasida dumlab jabot tortayotgan o qahramon yoshlarımızın qimmatini bilib qo'llashimiz kerak. Chunki yangi bir armiya qurib chiqish uchun zaman kerakki, u bizni qolmadi. Ba'zi g'arazli kishi va yoki tashkilotlarga ergishib, mavjud armiyamizni Daeshchi deb ayıplab tilmayli, hakaret qilmayli. Aralarida nodonlik tufayli Daeshga qitilganlarni bahona ko'rsatib, hammasi bir tutsak, bu quvvatni yitirib qo'yamiz. Xitoydan qo'rqmay, ularni kuchlantirish uchun lozim bo'lgan moddiy yordamni aymayli. Chunki bunda qilganlarni Rabbimiz qo'g'daydi. Turklarning Allohning yordami bilan kuchlik dushmanlarini mag'lub qilgan misollarga qarab, Rabbimizning qudratiga ishonishimiz kerak. Xulosa, vaziyat bizga qarshi qanchalik mushkul bo'lishidan qat'iy nazar, nijotlik umidini yo'qotmay, samimiy niyat va tavrimas iroda bilan birlik bo'lib qiladigan mustaqil kurashining g'alaba qozonganligiga ishonib, nishonimizga yetguncha qat'iylik bilan yo'limizni davomlashtirib, tarixdagi nurg'un misollarda ko'rsatilgandek Allohning yordami bilan g'alaba qilamiz inshaallohu rahman. Hammamiz o'rnimizdan turib, milliy birlik va barobarlik safarbarligini